Aziz obunachilarimiz, menga mashinani metani ham kerak emas, propani ham kerak emas deganlar uchun Nexia 3 ni yurakchangizda oppoq tozasi, yili ham zo'r, probegi ham juda ham kam. 2022-yil ishlab chiqarilgan bu mashina benzinda. Mana juda ham zo'r holda turibdi. Kraskasi polni radnoy. 34 mingta probeg. Mexanika varianti chexol taqib qo'yishgan, oyoqda nilon qilib qo'yishgan. Buni mashinani bilgan biladi. Atak zo'r mashina ekanligi. Estinglar. Juda ham radnoy. Ustaydi bilan tekshirib olaverasiz. ABS, konditsioner, hammasi bor. Jigar, bitta like bosib qo'ying, bitta papska bosib qo'ying. Bundan ham zo'r mashinalarni chiqazaman bundan bu yog'iga, xudo xolasa. Narxini tortishib talashib $7,800 $8,800 tushirib qo'ydik. Yili ham zo'r, puliga arziydigan mashina. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Telefon qilib so'rab aniq olaverasiz. Sog' bo'ling.